O'zbekiston musulmonlari idorasining 17-noyabrdagi buyrug'iga asosan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov va masjidlar bilan ishlash bo'limi mutaxassisi Baxtiyor Abdullayev 23-26 noyabr kunlari Polsha davlatining Varshava shahrida vaqtincha bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan diniy ma'rifiy suhbatlar o'tkazish maqsadida xizmat safariga yuborildi. Polsha davlati musulmonlari bilan diniy ma'rifiy aloqalarni rivojlantirish, o'zaro hamkorlikni kengaytirish, u yerda yashab, ta'lim olayotgan va mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlar o'tkazish maqsadida Zayniddin domla Eshonqulov 23-noyabr kuni Varshava shahrida joylashgan Fotih masjidiga, 24-noyabr kuni Markaziy va Tatarlar masjidlariga, 25-noyabr kuni Krakow viloyatida joylashgan Markaziy masjidga tashrif buyurdi. Rais o'rinbosari ona vatandan, yaqinlaridan uzoqda yurgan hamyurtlarimizning o'qish va ishlarida Yaratganning o'zi madadkor bo'lishini tilab, ilm va oila nafaqasi yo'lida yurish katta savob keltiradigan amallardan ekanini ta'kidladi. Shuningdek, haqiqiy mo'min o'z tug'ilib o'sgan joyga muhabbatli bo'lishi, har qanday fitnalardan ogoh bo'lishi borasida islom manbalariga tayangan holda so'zladi. Ma'rifiy suhbat davomida yot g'oyalar ta'siriga berilmaslik, soxta salafiylik kabi oqimlardan uzoqda bo'lish, mazhabga amal qilish, har qanday diniy savollarga O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan javob olish tavsiya etildi. Buning uchun xorijdagi hamyurtlarimizning savollariga javob beruvchi kol markaz hamda WhatsApp va Telegram havolalari tashkil etilgani aytib o'tildi. Namozdan so'ng ona vatandan, yaqinlaridan uzoqda yurgan hamyurtlarimizning o'qish va ishlarida Yaratganning o'zi madadkor bo'lishini tilab, xayrli duolar qilindi. So'ng O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan chop etilgan 5 turdagi diniy ma'rifiy bukletlar tarqatildi. Safar davomida Tatarlar masjidi imom xatibi bilan ham suhbatlashildi. Masjid imom xatibi yurtdoshlarimiz haqida juda iliq va ijobiy fikrlarni bildirib, ulardagi yuksak odob axloq, birdamlik va ibodatga bo'lgan muhabbat haqida alohida e'tirof etdi. Imom xatib O'zbekistonga borish niyati borligini aytib, yurtimizdagi diniy ulamolar merosiga bo'lgan hurmatini ta'kidladi. Ularning asarlarini sevib mutolaa qilishini bildirdi. Shuningdek, O'zbekistondagi buyuk ulamolar ziyoratgohlarini ziyorat qilish niyatida ekanini aytib, ushbu safarlar uning uchun ruhiy ozuqa bo'lishini qo'shimcha qildi. Varshava shahrida joylashgan Fotih masjidiga 200 nafar, Markaziy masjidiga 200 nafar, Tatarlar masjidiga 20 nafar, Krakow viloyatida joylashgan Markaziy masjidiga 22 nafar namozxon tashrif buyurdi. Shuningdek, Krakow viloyatidagi samarqandlik tadbirkor tomonidan Samarqand oshxonasida 25 nafar vatandoshlarimiz uchun diniy ma'rifiy suhbat tashkil etilish maqsadida ehson dasturxoni yozildi. Suhbatdan so'ng vatandoshlarimiz o'zlarining qiziqtirgan savollariga javoblar oldilar. Ularning haqlariga xayrli duolar qilindi.